Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimizning kuzatuvchilari. Bugungi videomizda biz yangi 4 g'ildirakli motosiklimizning yig'ish jarayonini ko'rsatib o'tmoqdamiz. Konveyerimizda birinchi o'rinda motosiklimizning rama va most qismlari o'rnatiladi. Motosiklimizning ramasi zavodimizda ishlab chiqarilgan bo'lib, juda mustahkam rama. Ko'rib turganingizdek, mostimizda 8 qavatli qalin resor qo'yilgan va og'ir yuk tashiganingizda qo'shimcha barqarorlikni ta'minlash uchun amortizator va stabilizator o'rnatilgan. Keyingi jarayonda esa motosiklimizga dvigatel va unga tegishli bo'lgan qismlar o'rnatiladi. Yangi turdagi motosikllarimizga 2 turdagi dvigatel, ya'ni 14-33 ga ega 200 cm3 suvli sovutichli radiatorli va 18-33 ga ega 300 cm3 suvli sovutichli radiatorli dvigatellar o'rnatiladi. Konveyerimizning mana bu qismida esa motosiklimizga tormoz sistemasi o'rnatiladi. Motosiklimizning tormoz sistemasi jidkisli bo'lib, orqa qismida barabanli, oldin qismida esa diskli tormoz sistemasi o'rnatilgan. Ushbu motosiklimizga mexanichskiy avtomobil ruli o'rnatilgan. Motosiklimizga 6 metrli libyotka o'rnatilgan bo'lib, ushbu libyotkamiz 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni tortib chiqarish quvvatiga ega. Mototsiklimiz bortining o'lchamlari esa 2 ga 1,30 bo'lib, 1 tonna 100 kg yukni tashish uchun mo'ljallangan. Mototsiklimiz 2 tonnagacha yukni bemalol ko'tara olsa-da, haydovchining xavfsizligini o'ylab va mahsulotimiz uzoq muddatgacha xizmat qilishi uchun yuk ko'tarish hajmini 1 tonna 100 kg deb belgiladik. Yoqilg'i bakining hajmi 35 litr. Mototsiklimizni orqa va oldinga harakatlanishi uchun mana bu chap tarafdagi richagdan va skorost qo'shish va ayirish uchun mana bu o'ng tarafdagi richagdan foydalanamiz. 100 cm3 dvigatel o'rnatilgan motosiklimizning narxi 32 million so'm bo'lib, 300 cm3 dvigatel o'rnatilgan motosiklimizning narxi esa 33 million so'm. Keyingi videolarimizda ushbu motosiklimizning har xil turdagi bortli, kaminali va samosvalli turdagi modellarini obzor qilib o'tamiz.